Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 11-fevral haftani chorshanba kuni 2026-yil. Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Mana shu narxi arzon bo'lgan shunaqangi yosh bolalarga kiyimlar. Buni nech pul deyapsiz? Mana shuni bitta ko'ring mana. 15 ming beryapman pachkaga. Pachkaga 15 ming so'm sotishyapti ekan. Donagachi? Dona ham 15 ming. Dona pachkaga 15 ming so'mdan ekan. Bu necha yoshga tushadi? 3 yoshga. Buni rasvetkalari mana. Yashilligi bor ekan, havo rangligi bor ekan, pushtiligi bor ekan. Shu bir xilmi? Shular narxi hammasi necha yoshga tushadi bular? 3 yosh 4 yoshga tushadi. 3 yosh 4 yoshga tushadi ekan. Nimami? Material nima bulardi? Plastik. Poliester ekan materiali. Bunisi kattasi, Bo'ston deb qo'ygani. Beringchi. Mana kattarog'i bor ekan, 20 ming so'm ekan. Bu ham shu dona pachka narxi bir xil. Shunaqami xola? Bu necha yoshga tushadi? 5 yosh 6 yosh. 5 yosh 6 yoshga tushar ekan. Buni ham materiali poliestermi? Poliester ekan material. Mana. Buchi mana bu qoralari nech pul bo'lyapti? Endi qishkilar, astarkalar 20 ming, 25 ming. 20 ming, 25 mingdan donaga pachkaga sotib yuborasiz, ha? Ha, qishki astar. 20 ming, 25 mingdan sotilyapti ekan. Sotuvchilar ko'radi-da bizda ham. Shular oladi. 20 mingdan. Mana bular 20 ming so'mdan ekan. Tovar yangi mana pachkada ham turibdi. Telefon nomeringiz nechi? 50lik 444 444 46 76. 46 76 ga telefon qilasizlar. Mana shu narsalar kerak bo'lsa, oluvchilar aloqaga chiqsin.